Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Bugun 8-oyning 30-kuni chorshanba. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Uyg'ur Project Fondi 2023-yil 9-oyda o'tkazmoqchi bo'lgan İstanbulda 20 leksiya 2023 nomli faoliyatga avatilgan asarlardan 37 nafar yozuvchining 44 parcha maqolasi rasmiy tanlangan bo'lib, bular davr va biz nomli kitobga kirgizilgan. Bu maqolalar tövəndikilardan iborat. Şərq Türkistanның azadlıq görüş doğruluq oylanish. Məhəmməd Emin Həzrət. Özümüzni qutuldirishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor. Erkin Sidiq. Ruhiy sog'lomlik va uning da'voga ko'rsatadigan ta'sirlari. Məhəmməd Emin. Uyg'ur olim ulamolarning Uyg'ur millatimiz oldidagi majburiyatlari. Heytaxun Mamtemin. Xitoy cho'ng millatchiligi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ideologiya asosi. Muhammad Ibrohim. Nelson Mandela'nın köreş yolları ve siyasi ideyası. Abdüşkür Muhammed. İnsaniyetinin kanıgan yarısı Şərqi Türkistan. 1. Gülmira Berdaş. İnsaniyetinin kanıgan yarısı Şərqi Türkistan. 2. Gülmira Berdaş. Okuş, ögüniş bizning chiqish yo'limiz. Muhammad Yusuf. So'ravansız vasıtalar orqali mustabid tuzumini yiqitish. Savut Muhammed. Uyg'ur mavjudligini saqlash ustida izdenish. Erpan İdris. Uyg'ur adabiyatining kelajak temisi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti. Gulshan Abduqodir. Ma'rif yo'q millatning kelajagi yo'q. Salima Akamal. G'oyini yurakli tanlagan saboqdoshlarim. Salima Akamal. Amerikaliklarning qimmat qarashlaridagi bir qancha muhim elementlar. Erkin Sidiq. Xitoy xabar to'rining 8-oyning 30-kundagi xabarda deyilishicha, Tianjin Xongqiao rayonlik ma'rif xizmat guruhi Sharq Turkistonga berib, yosh o'quvchilarning xitoycha ma'rifi va xitoycha tarbiyalanishini ilgari surish to'g'risida ilmiy muhokama yig'inlashgan. Xi Jinping Sharq Turkistonni ziyorat qilayotgan bir paytda Tianjin rayonlik partiya komitetining muavin sekretari Jin Fan Sharqiy Turkistonning Urumchi va Xotan rayoniga berib, birlashma faoliyat yapgan. İşgari ülkelerden kelgan xizmat guruhi va uning hamrohlari atalmish Xinjiang Ma'rif Ministerligi, Xotan rayoni va Xotan shaharlik ma'rif idorasi va Xotan yoshlar komiteti qatorliq aloqador tarmoqlar bilan Sharq Turkistondagi yosh o'quvchilarning millatlar ittifoqlik tarbiyasini cho'nqir kuchaytirishga ahamiyat berib, ikki taraf atalmish Xitoy ishgari ülkelardagi Xitoy o'quvchilari bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur o'quvchi yoshlarini o'zaro almashtirish haqida suhbat o'tkazib va o'zaro tushunishni cho'nqirlashtirib, suhbatli yoshlar boyligidan o'rtaq bahrlanish va madaniyat almashtirish to'g'risida kelishim tuzgan. Xitoy hukumat har yili ma'arif bahonasi bilan necha minglagan Uyg'ur o'quvchilarini Xitoyning ishgari o'lkalarga o'tkazib, xitoylashtirishni o'zliksiz davomlashtirayotgan bo'lib, bu yilmi Tianjinda kelgan bu guruhga Urumchi poyezd stansiyasidan 2023-yillik atalmish Xinjiang sinf o'quvchilaridan necha yuz o'quvchini Tianjin Xongqiao rayonidagi maktabga yo'l solgan. Xabarlarimizni ko'rganlar rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.